Tasavvur qiling, agar shu plajdan yuqoriga qayta chiqa olmasangiz, sizni 3000 yevro to'lashga majbur qilishadi. Va bu hech qanday hazil emas. AQShning Michigan shtatida juda mashhur joy bor. Dengiz yoqasidagi o'ta baland qumlik. Pastga tushishdan oldin esa katta yozuv turibdi. O'zing ko'tarila olmasang, pul tayyorlab qo'y. Avvaliga hammasi oson tuyuladi. Odamlar kulishadi, yugurib tushishadi, selfie olishadi, musobaqa o'ynashadi. Lekin pastga yetib olganingizdan keyin haqiqiy qiyinchilik boshlanadi. Ko'tarilish juda tik, yo'l esa uzun. Hatto jismoniy baquvvat odamlar ham qayta yuqoriga chiqish uchun 2-3 soat sarflaydi. Ayrimlar esa butun kun azoblanishadi. Ilgari odamlar shunchaki tushib qo'yardi, keyin esa chiqa olmasligini tushunib, qutqaruvchilarga telefon qilishardi. Chaqiriqlar shunchalik ko'paydiki, deyarli har kuni. Shuning uchun hozir bu yerda ochiqchasiga yozib qo'yishgan. Pastga tushmoqchimisiz? Avval o'ylang, o'zingiz chiqa olasizmi? Qutqarish 3000 yevro. Endi savol, siz shunday tepalikdan pastga tushishga jur'at qila olarmidingiz yoki 3000 yevroning xavfi sizni to'xtatib qolarmidi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.